Yangi Choshtepadan bir xonali kvartiramiz sotuvga qo'yildi. 35 kvadrat maydagiga. Mana arzon bilan tanishtiraman. Bu yerda oshxonasi, tayyor kuxnya mebel yasatilgan. Kuxnyaga ham 600-800 dollar atrofida pul ketadi. Bu yerda 9 kvadratli kotel bor. Uyni o'zi issiqlik bilan ta'minlab beradi, issiq suv chiqarib beradi. Bu yerda 1 ga 3 razmerda balkoni bor. Mana to'g'rimizda shundoqqina 200 metrda Niyozmetda masjidi bor. 5 vaqt azon namozi eshitilib turadi. Pastdagi mana parkovkalari, hamma sharoitlar bor, detskiy plashatkalar. Bu yerdan o'tganimizda mana to'g'rimizda podyezddan kirish eshigimiz. Bu yerda mana hojatxonasi, ichida samishniy bo'ladi. Kataloggacha kafel qilingan. Bu yerda mana bir xojning joyi, bemalol shkaf qo'yishingiz bo'ladi. Bu yerda umumiy zal. Zali 3 ga 5 razmerda. Bemalol bu kvartiramizni ozroq sharoitini qilib berib 300-350 dollar atrofiga arenda qo'yishingiz ham bo'ladi. Bu kvartiramizni asosida Roshni Plus kanalida 44900 dollarga baholandi. Pastdagi nomerga aloqaga chiqing. Plus kanalimizga a'zo bo'ling, like bosishingizdan chiqmasin. Hammaga rahmat.